oilaviy munosabatlarda bag'ri keng bo'lish, oila borasida Allohdan taqvo qilish. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, Zayd ibn Harisa radhiyallohu anhu ayollardan payg'ambarimizga shikoyat qilib keldilar. Hammamiz bilamiz, Zayd ibn Harisani avval o'sha payg'ambarimiz o'zlari ozod qilgan qullari, mavlolari edi. Rasululloh alayhisalomni eng yaxshi ko'rgan sahobalardan birlari edi va Qur'oni Karimda nomi zikr qilingan yagona sahoba edilar. Rasululloh alayhisalomning huzurlariga 100 minglab sahoba Rasulullohdan oldilariga iymon keltirib, sahobalik martabasiga, sharafiga muyassar bo'lgan bo'lsalar, shulardan faqatgina Zayd ibn Harisaning ismlari Qur'oni Karimda zikr qilingan. Shu kishi, shu zot Habibimiz payg'ambarimizning huzurlariga ayollaridan shikoyat qilib kelganlarida Rasululloh alayhisalom nima dedilar? Ittaqillah va amsik alayka zawjak. Ittaqillah, Allohdan qo'rq, Allohga taqvo qil va amsik alayka zawjaka, ayolingni o'zingda tutib tur, ajralma dedilar. Shuning uchun oila, ayol Allohning omonati qilib bizga berilgan, u borada bag'ri keng bo'lish, adolatli bo'lish, oilaga nisbatan yaxshi muomalada bo'lish va bu borada Allohga taqvo qilishga berilyapmiz. O'sha sahobaga nisbatan aytilgan gap, Rasululloh alayhisalomning Zayd ibn Harisaga aytgan gaplari, bu hammamiz uchun buyruq, hammamiz uchun amal qilishimiz kerak bo'lgan narsa. Amsika alayka zawjaka, ayolingni o'zingda ushlab tur dedilar. Bugun sal narsani sabab qilib, arzimas narsani sabab qilib ajralib ketayotganlarga Rasululloh alayhisalomning, Habibimiz Muhammad alayhisalomning mana shu buyruqlarni, mana shu topshiriqlarni yetkazib qo'ysak, nur ustiga nur bo'ladi.